Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan Bahriddinov Olimjon. Ko'pchilik ayollar o'zi xohlasa ham eriga yaxshi gapira olmaydi. O'zi xohlasa ham o'sha gapni chiqarib ayta olmaydi. Ichida bor, lekin tashqariga chiqara olmaydi. Yaxshi muomala qilaman deyishni xohlaydi, o'ylab ko'radi, lekin shunda yoniga borgandan tamom, qotib qoladi. Na yaxshi gap bor, na o'zini ichidagi narsani chiqaradi, faqat nolagisi keladi, yomon gapirgisi keladi, urishgisi keladi, erini jazolagisi keladi. Buni sababi nima? Oxirgi marta mana qarang, eringizdan qachon xafa bo'ldingiz, shu narsani o'ylang. 3 oy, 6 oy, 2 yil oldin, 10 yil oldin bilmayman, farqi yo'q. Bitta xafalikni eslang. Va mana shu xafalik bo'lgan vaqtida siz nima deb xulosa chiqargansiz? Xafalik bo'ldi, erim meni xafa qildi, demak erim men shunaqa odam, eshitmaydigan, meni qadrsiz qiladigan yoki bir yomon odam degan siz mana bitta fikrlaringiz esingizdan chiqarib yubordingiz, lekin o'ng ostiga bitta kod yozildi. Boshlang'ichi. Ya'ni davomi, boshlang'ichi bolalikda bo'ladi bu. Davomi yozildi. Undan oldingi xafaligingizchi? 6 oy oldingi xafaligingiz. Yana shunday xafalik bo'ldi, yana bitta qavat tushdi o'ng ostiga, yana bir kod yozildi. Men qabul qilinmayman, meni sevishmaydi, meni yaxshi ko'rishmaydi degan kod yozildi. Erkak kishi meni xafa qildi degan narsa yozildi. U meni xafa qildi degan narsa yozildimi? Demak qarang. Endi mana shu xafaliklardan sizda nechta bo'lgan? Yuzlab bo'lgandir, ha? Turmush qurgan vaqtingizdan beri. Qattiq xiyonatlar bo'lgandir, qadrsiz qilgandir. Sizni o'sha nima qanaqadir xafa qilish mumkin bo'lsa, o'sha narsalarni qilgandir. Va bular to'planib, oxiri shunday kelib men bu yerga tiqiladi-da, sizda hech qanday bir yaxshi gap chiqarmaydi, ichingizdagi gapni tashqariga chiqarib ayta olmaysiz. Demak, nima ekan, siz nima uchun yaxshi gapira olmas ekansiz? Sababi sizni o'sha 6 oy oldingi holatingiz, sizni 1 yil oldingi holatingiz ruxsat bermas ekan. Siz ichingizda yana bitta qiz bor. Siz ichingizda yana bitta ayol bor. Tushunyapsizmi? Tasavvur qiling, siz borib, mana hozir yaxshi gapiraman, hozir yaxshi munosabat qilaman, bo'ldi endi urushmayman, tortishmayman deb shuni borasiz. Yaxshi gapirishni boshlaysiz, birdan tomoq blok bo'ladi-da, boshqa gapni chiqarishni boshlaysiz. Nolishlar, tanqidlar, alamlar, janjallarni chiqarishni boshlaysiz. Nima uchun? Chunki o'sha ichingizdagi kichkina 6 oy oldingi ayol bor-ku, mana o'zingizning ismingizni aytingda, 6 oy oldingi falonchi. O'sha 6 oy oldingi falonchi uni alami hali ham turibdi-da shu yerda. O'sha ayol turibdi. O'sha ayolning ovozi chiqadi u yerdan. O'ng ostini o'sha qismi gapiradi. Chunki u xafa bo'lgan, sababini bilmagan, anglamagan, u hali ham men qadrsizman deb o'ylayapti. Keyin nima bo'ladi? Eringiz noliydi, yaxshi gapirmaysan deydi, har doim meni ayblaysan deydi, eringiz bilan janjal va bu aylana davom etaveradi. Keyin siz eringizni jazolamoqchi bo'lasiz, xafa bo'lasiz, jim yurasiz, gapirmaysiz va yana shu ahvol. Bitta narsani tushuningki, erkak kishini xafa bo'lib jazolash mumkin emas-da. Siz xafa bo'lganingizda erkak kishi jazolanmaydi, xafa bo'lmaydi. Unga foydasi yo'q bu narsaning. Prosta ovozi o'chdi deydi, bo'ldi. Erkak kishini jazolamoqchimisiz? Pulini ishlating. Shunaqa makr qilingki, o'zingizni o'sha istagan narsalaringizga erishish uchun ishlating. Yoki o'zingizni o'sha maqsadlaringiz yo'lida turmush o'rtog'ingizni, balki sherigingiz bo'lishi mumkin, bilmayman, o'sha hayotingizdagi erkakni yordam berishga majbur qiling. O'sha erkak kishini eng zo'r jazolash usuli uni pulini ishlatib jazolash. Unga xarajat qildirtirib jazolash. Siz xafa bo'lib olasiz. Meni qadrimni bilsin, meni tushunsin, bir kun kelib tushunib yetadi, meni qadrimni biladi. Qadringizni bilmaydi, tushunib yetmaydi, noto'g'ri bu narsa. 100 yil kutmaysizmi? 100 yilda ham qadringizga yetmaydi. O'shaning uchun ichingizdagi gapni tashqariga chiqarib ayta olmayapsizmi? O'sha ichingizdagi kichkina qizcha bilan gaplashing. 6 oy oldingi, 1 yil, 10 yil oldingi, balki bolalikda xafa bo'lgandir u qizcha, bilmayman. O'ng ostida aniq konkretni sababini topsa, bu aniq bo'ladi. Buning uchun mutaxassis bilan ishlash kerak. O'sha qizcha bilan o'zingiz mana gaplashingda nimaga xafa bo'lganligini so'rang, nima uchun o'sha narsalar hayotiga kirib kelganligini so'rang. Endi hozir men kechiring desam,
o'sha nima deydi, ko'zingizni yumib amaliyot qilib eringizni kechiring deydigan bo'lsam, bu qanaqadir amaliyot yuzaki narsa bo'lib qoladi. Lekin siz hozir faqatgina sababini tushunib oling. Sabab shundaki, demak, ichingizdagi gapni tashqariga chiqarib ayta olmayapsiz. Jim bo'lib, xafa bo'lib jazolamoqchi bo'lyapsiz eringizni. Hammasi bekor. Nimaga shunaqa ekan? Chunki bu tanada faqat siz yashamayapsiz. Bu tanada yuzlab, minglab sizni parchalaringiz yashayapti. Minglab xafa bo'lgan qismlar yashayapti. O'shalar birlashadida endi yaxshi gapiraman deganingizda shunday ketdi qiladi. Gapirmaysan deydi. Chunki bir vaqtlar seni xafa qilgan deydi. Bir vaqtlar seni qadringga yetmagan deydi. Bo'lmaydi bunaqa deydi. Uni jazola deydi. U loyiq emas yaxshi gapga deydi. Birinchi o'zi gapirsin senga deydi. Va bu aylana davom etaveradi. Qachonki ong ostidan sabablarni topmaguncha, ong ostidan o'sha bu ishlayotgan bitta motordek mexanizm bu. O'sha narsani bitta ochib chiqish kerak. Muammo qayerdaligini bilish kerak. Uni uchun buni kavlash kerak. Bu ishlanadigan ma'lum bir jarayon, ma'lum bir muddat. Buni bitta gaplashganda yoki shuni bitta narsani eshitib to'g'ri bo'lib qoladigan narsa emas. Ong ostiga amaliy yo'llar ko'rsatish kerak, boshqa yo'llar ishlab chiqish kerak. O'sha eski xafa bo'lishni yo'lida o'rniga xafa bo'lmaydigan qilib boshqa amaliy yo'llar ishlab chiqqandan keyin, demak, bu holat o'zgaradi. Aytingchi, siz eringizni qanday jazolaysiz? Sherigingizni qanday qilib jazolaysiz? Va sizni ichingizdagi gapni chiqarib aytishga aynan nimalar to'sqinlik qiladi? Necha yillardan beri shunaqa xafa bo'lib ichingizdagi gapni chiqarmasdan bu foydasiz baribir deb yuribsiz. Sizlar bilan ong osti bilan ishlovchi mutaxassis Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling sizlar.